Джанаб Розакулов. Это тебя тоже касается. Ты научился уже пустословием заниматься. Bu nimaga qaramagansiz, Ulug'bek Ubaydullayevich? Qoraqalpog'istonga borib keldim, u qildim, bu qildim. Siz-chi og'ay? Har safar men sizga aytaman, pastga tushgin, pastga tushgin, pastga tushgin, pastga tushgin. Hamma uchi yuribdi-ku. Bu yerdagi ministringiz kim? Siz qachondan beri ishlayapsiz? Nima bu vaziringizni nima qilib ishlab o'tiribsiz? O'zingiz muonlaringizni nima qilib Toshkentda ishlab o'tiribsiz? Hali ertaga oliygohga kiraman erta turib. Ko'ramiz yerda ahvolni. Undan ham battar. Bir ikkita vazirlarga yoqmaydi. Bosh vazir o'rinbosarlariga ham shanba bozor kuni yurish. Bosh vazir, между прочим, раньше это тебе подчинялось. Вот твое наследство какое. Lekin bitta narsa quvonchlarida odamlarda nimadandir umidi bor. Odamlarda nimadandir ishonchi bor. Mana qishloq vracheblik punkti ko'rdik, Atqam Ilham. Pastga tushishingiz kerak-da, og'ayni. Etikni kiyib olib, galstukchani yechib, na bitta yaxshi yo'l ko'rdim, na bitta imorat ko'rdim, na bitta detsat ko'rdim. Mana bizda ahvolimiz qanday? Это нормой жизни стало, Улугбек Убайдуллаевич. А вы курируете эту отрасль не первый, не второй день, между прочим. Да, не первый, это правда. Так или не так? Так. Вот так.